Nima qilsangiz ham og'izdagi badbo'y hidlar ketmayaptimi? Tishlarni qancha yuvsangiz ham bu muammo hali ham bormi? Bundan uyalasiz, har doim og'zingizni hidini tekshirib turasiz, gapirganda ham uyalib gapirasiz. Sizga bu holat tanish bo'lsa, yaxshilab eshiting. Sizga 1 choy qoshiq tuz, yarimta limon, 200 ml iliq suv, albatta iliq bo'lishi shart va oddiy soda kerak bo'ladi. 1 choy qoshiq tuzni iliq suvga solasiz. Tuz bakteriyalarning haqiqiy ajali sanaladi va ularni yaxshilab quvib soladi. Yarimta limon sharbatini yaxshilab siqib solasiz. Badbo'y hidlarning haqiqiy kushandasi shu limon sanaladi. 1 choy qoshiq oddiy sodani ham qo'shasiz. Hammaning uyida bor narsa bu, qayerga ishlatishni bilmasdan yurgandirsiz haligacha. Yaxshilab hammasini aralashtirasiz. Ertalab va kechqurun og'zingizni yarim daqiqa yaxshilab chayasiz. Faqat yutib yormang. Shu usulni 1 hafta davomida bajaring, kafolat beraman, barcha badbo'y hidlar butunlay yo'qoladi. Tanangiz sizga rahmat aytadi. Badbo'y hid muammosi bor yaqinlarga ushbu usulimni yetkazing. Tabib Shifuga obuna bo'ling. Men bilan tabiiy usullar yordamida davo topasiz.